Assalomu alaykum, hurmatli Faberlik mahsulotlarini ashaddiy klientlari, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sizlar uchun shunaqangi ajoyib assortimentda mahsulotlarimizni olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa, qo'lingizga yetib borishini ta'minlaymiz. Har doim aytib o'tganimdek, qizlar, bizga mahsulotlarimiz shunaqangi ism familiyamiz bilan nakladnoy ko'rinishda yetib keladi. Bu yerda mahsulotimiz soni, narxi hammasi yozilgan bo'ladi. Bu degani biza kompaniyani o'zidan ishonchli tarzda ajoyib saqlangan, saqlash sharoitiga javob beradigan mahsulotlarimizni qo'limizga olamiz va qo'lingizga yetib borishini ta'minlaymiz. Tanlovda adashmang, hurmatli klientlar. Mahsulotlarimiz haqida qisqacha obzor qilib o'taman. Birinchi o'rinda bizani bolajonlarimiz va o'zimiz uchun qishin-yozin kerak bo'ladigan SPF kremlarimiz har doim zakazimizda bo'ladi. Bu degani SPF kremlarimizni klientlarimiz juda ham yaxshi ko'rib ishlatishadi. Bu stek ko'rinishda chiqqan yangi SPF kremimiz qizlar. Buni sumkamizga solib, borgan joyimizga olib ketib ishlatishga juda ham qulay. Mazza qilib ishlatsak bo'ladi. Bundan tashqari, hamma yuz turlari uchun tushadigan Axology seriyamizdan yuzni ajoyib tozalab beradigan gel umyalkamiz. Gyaluronka seriyasidan tonikimiz yuzlarimizni chuqur tozalab, uxotga tayyorlab beradi. Yuzimizni ajoyib gyaluronka bilan ta'minlab, silliq ko'rinishni ta'minlab beradi. Yuzimga tonalka yotmayapti, yuzim yorqin ko'rinmayapti degan qizlarimiz uchun Renovaji seriyamizdan svertkamiz hisoblanadi. Svertkani suring, yuzingiz porlaydi va tonalkalar ajoyib ko'rinishda yotadi. Endi esa navbat tish pastalarimizga. Tish pastalarimiz nima uchun Faberlik tish pastalarini ishlatishimiz kerak degan klientlarimiz uchun aytib o'taman. Tish pastalarimiz tish emalini yemirmaydi. Tish qonashi, milk shamollashlarni ajoyib tarzda davolab beradi. Ekologik, toza, ajoyib giyohlardan tarkib topgan, og'zingizni svejiy qilib beradigan tish pastalarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari, yog'li va o'rtacha yuzlar uchun tushadigan skrablarimiz yuzimizni ajoyib tozalab beradi. Endi esa qizlar, har bitta oilada bo'lishi kerak bo'lgan balzamimiz bitta o'zi 10 ta muammoga yechim bo'la oladi. Allergiya deysizmi, kuyish deysizmi, lat yeyish deysizmi, juda ham ko'p muammolarni hal qilib beradi. Buni oling, aptechkangizga joylab qo'ying. Har qanday muammoingizda sizga yordamchi bo'la oladi. Endi esa lat yegan, ko'karishlar siz uchun muammo emas. Bu kremimiz bilan, ekspert seriyamizda davolovchi kremimiz bilan bu muammoni tezda bartaraf eta olasiz. Ekspert seriyamizdan, davolovchi seriyamizdan allaqachon o'z muxlislariga ega bo'lib ulgurgan kremlarimiz, oyoq terlashiga qarshi, oyoq hidlanishiga qarshi kremlarimiz. Qaranglar, qanchagina urib olganman. Bu kremlarimizni hammasini o'z egasi bor intizorlik bilan kutishyapti. Bundan tashqari bizada uy bekalarimiz, onajonlarimiz, ayollarimiz sevadigan dog' ketkazuvchi kislorodniy parashoklarimiz. Buni bir qoshig'ini o'zi sizni muammolaringizni hal qilib beradi. Oq kirlardagi, plastinalardagi va qolaversa boshqa kiyimlardagi eski dog'lar, sarg'ayib qolgan joylar shu parashokimiz bilan hal bo'ladi. Bir qoshig'ini solasiz, ustiga qaynoq suv qo'yasiz, 10-15 daqiqa kutasiz, qarabsizki, muammo hal. Endi esa sochlar parvarishi uchun kerak bo'ladigan shampunlarimiz. Sizda soch bo'yoq ishlatadigan bo'lsangiz, sochlaringizni bo'yaydigan bo'lsangiz, ekspert seriyamizdan bo'yalgan sochlarni himoya qilib parvarish qilib beruvchi shampunimiz. Bundan tashqari erkaklar uchun parfyumli shampun gel dushlarimiz ajoyib iforga ega. Bolajonlarimiz uchun sochlarini, terisini ajoyib parvarish qilib beruvchi va ajoyib iforga ega qo'noq shampunlarimiz. Hozirgi kunda sochlari juda ham tez yog'lanib ketadigan, ammo sovuqda ko'p yuvishga qo'rqadigan klientlarimiz uchun, ayol erkaklar uchun bemalol tushadigan quruq shampunlarimiz. Yog'langan sochlarga bitta sepasiz, bitta tarab olasiz, qarabsizki, sochlaringiz endi yuvilgan kabi объемli bo'ladi va top-toza bo'ladi. Sizlar bu shampunlarimizni ham o'z klientlarini allaqachon topgan. Endi esa sochlari shikastlangan, zaryantlanib ketadigan, mo'rt bo'lgan, sochlari juda ham chigal bo'lib ketadigan opa-singillarimiz uchun bu muammo emas. Salon Korea seriyamizdan multikollagen, sochingizni kollagen bilan ta'minlab, sochingizni shikastlangan joylarini tiklab beradi. Bundan tashqari jiloli, juda ham mayin ko'rinishga olib kelib qo'yadi. Ajoyib iforga ega bo'lgan Winter seriyamizdan sovunlarimiz juda ham barakali hisoblanadi. Soch parvarishiga yana kerak bo'ladigan
qalampir ekstraktli yog'imiz. Bu yog'imizni 3 yoshdan bemalol ishlasak bo'ladi. Boshda qon aylanishini yaxshilab beradi, soch o'sishini ta'minlab beradi, soch to'kilishini to'xtatadi, ajoyib sochimizni qalin ko'rinishiga olib keladi. Parfyumli sharikli dezodorantimiz qizlar, erkaklar uchun ajoyib tanlov. Agarda sizda juda ham ko'p terlash muammosi, hidlanish muammosi bo'layotgan bo'lsa, ekspert seriyamizdan bu dezodorantimiz sizga yordamga keladi. Davolovchi hisoblanadi, terlashni, achchiq terlashni, hidlanishni yo'q qiladi. 4 kun davomida sizni himoya qilib beradi. Yana badan parvarishiga keladigan bo'lsak, bizning novinkalarimizdan hisoblangan Be Royal seriyasidan body kremlarimiz ko'rinishi nima deyapti qizlar? Shunaqangi ajoyib parfyumga ega bo'lgan, badanimizni ajoyib parvarish qilib, silliq qilib namlab qo'yadigan body kremlarimiz. Bundan tashqari universal kremlarimiz hisoblanadi. Doz seriyamizdan ajoyib har xil yog'larini o'z tarkibiga olgan, yuzimiz uchun, badanimiz uchun, qo'llarimiz uchun javob beradigan kremimiz, universal kremimiz hisoblanadi. Faberlic Home seriyasidan tozalovchi vositalarimiz. Bu vositalarimiz har bitta uyda bo'lishi kerak mahsulot hisoblanadi. Hattoki uyda chaqalog'ingiz bormi, chaqalog'ingiz idishlarini yuvishga ham javob beradi. Oshqozonda yazva keltirib chiqarmaydi. Har xil allergik kasalliklar keltirib chiqarmaydi. Ekologik, toza hisoblangan, barakali hisoblangan. Bir tomchisini o'zi ajoyib bo'l tarzda ko'prik idishlaringizni toza qilib beradigan gellarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari kiyimlarimizni oxirini ketkazmasdan o'z rangini saqlashga va tozalashga yordam beradigan, to'q ranglar uchun javob beradigan, kir yuvish uchun 3 tasi bitta gellarimiz va o'sha kirlarga ajoyib hid beradigan, ifor beradigan konditsionerlarimiz. Och rangdagi sport kiyimlarini yuvish uchun javob beradigan, ularni rangini ketkazmasdan parvarish qilib beradigan gellarimiz hisoblanadi. Endigi navbatlarimiz allaqachon o'z muxlislariga ega bo'lgan atirlarimiz hisoblanadi. Atirlarimizni ta'riflab o'tirmayman, chunki ko'p klientlarimiz bu atirlarimizni allaqachon olib ishlatib ulgurishgan. Yana bir marta aytib o'tadigan mahsulotim qizlar, bu bizning intim gigiyenamiz uchun kerak bo'ladigan, ayol qizlarimiz uchun juda ham zarur bo'lgan prokladkalarimiz hisoblanadi. Bu prokladkalarimiz qizlar tarkibida chip bo'lib, sizni har xil muammolaringizni, shamollashlaringizni, hidlanishlarni olib beradi, o'zingizga ishonchingizni orttiradi. Buni bo'yicha sizni himoya qilib beradi. Sog'lomlashtiruvchi mahsulotlarimizdan Newtonic mahsulotimiz qizlar xotirani jamlashga, miyaga kislorod yetib borishini ta'minlaydi, xotirani kuchaytiradi, diqqatimizni jamlashga yordam beradi. Buni juda ham ko'p institutlarda o'qiydigan, katta o'sha hujjatlar bilan ko'p ishlaydigan klientlarimiz allaqachon olib foydalanishmoqda. Va kam qonlarga yordam beradigan batimiz bu Iron Helat batimiz hisoblanadi, qonni ko'paytirishga yordam beradi. Vaznni nazorat qilish uchun yordam beradigan kunduzgi va kechki detoks choylarimiz o'zi arzon bo'lgan bilan effekti bomba qizlar. Mana bunaqa 15 porsiyali 98 kaloriya yetkazib beradigan, sizni vazningizni nazorat qilishga yordam beradigan kollagenlarimiz ham juda ham ajoyib hisoblanadi. Bundan tashqari iforlarni bilmayman, qanday qilib olsam bo'ladi, qanday qilib pakopkasini ochmay turib hidlab ko'raman deydigan klientlarimiz uchun mana bunaqa ajoyib probnikchalarimiz bor. Bu probnikchalarni siz hidlab ko'rasiz, yoqqan iforni esa katta atir ko'rinishida olish imkoniyati bo'ladi. Bugungi mahsulotlarimiz assortimenti shulardan iborat qizlar. Kimga nima kerak bo'lsa, bemalol Faberlicga murojaat qiling.